Assalomu alaykum. Men Hasan Adolatbek. Bugun sizlarga postbot yaratishni o'rgataman. Unda bo'lsa boshlaymiz. Birinchi bo'lib controller botga kirib olamiz. Mana linki. Va keyin bu botga start bosamiz. Start. Bizga aytibdi I can help you manage Telegram channels. Ya'ni men yordam bera olaman Telegram kanallaringizni boshqarishda. You can control me by sending these commands. Siz menga shu komandalarni yuborishingiz mumkin deyapti. Endi bu yerda new post, yangi post yaratish, edit channel, yangi kanal qo'shish, my channels, mening kanallarim, settings, boshqa menyular, boshqa settinglar. Sizlar ne bo'lsa add channelni bosamiz biz. Bizga kerakligi va aytibdi add no code post bot to admins. Bu botga admin qo'shmoqchi bo'lsangiz ID'sini yuboring deyapti. Bizga change bot kerak. Mana choose a bot that will use it to send post in channel. Yani kanalga post boshqa botingizni tanlang deyapti. Biz connect botni bossak, botni ulash tugmasi bosamiz va bot fazildan bot yaratib oling deyapti. Buni bossak, qanday qilib bot yaratish bo'yicha chiqarib beradi. Bizga bu shart emas. Men oldingi darslarda qanday qilib bot fazildan bot yaratishni ko'rsatganman. Birinchi biz o'sha bot orqali bot yaratib olamiz. Men mana vaqt ko'p ketmasligi uchun yaratib oldim. Mana API token nusxalaymiz va bu yerga jo'natamiz. Mana aytibdi to edit the channels you should follow these two steps. Yani yangi kanalingizni linkini jo'nating deb Dalat developer. Chunki nashki kanalimga bu botni ulaganman. Mana bordik. Mana botga kanallandi. Endi qaytadan jo'natamiz. Mana o'tamiz botga, qaytadan start bosamiz. Keyin track admin your channel. Botni kanalga admin qiling deyapti. Endi bu yerga kelamiz va bu yerdan administratorga o'tamiz. Mana sizga bir eslatmani o'taman. Controller botni admin qilishingiz kerak. Manage message bilan edit members'ni yo'q qo'yib qolganini o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Botni ham admin qilamiz. Edit administrator qilib, bu botni ham admin qilamiz. Mana bunda edit members va manage message yo'q qo'yamiz. Mana bo'ldi. Endi bu yerga o'tamiz va botga o'tib qayta start bosamiz. Mana bu yerga check try again deymiz. Kanal linkini tashlaymiz yana. Kutib turamiz. Endi bu botga o'tib start bossak, mana bizga bo'limlar chiqaradi va bu yerdan create post, yangi post yaratish, botni rejalashtirish, postni rejalashtirish, postni tahrirlash, kanal statistikasi va setting bor. Bular hozircha bizga kerak emas. Backni bosib qayta olamiz va bu yerda create postni bosamiz. Muhammad va bizga aytibdi qaysi kanalga deyapti. Dalatbek developer blog mana tanlaymiz va bunga post yozamiz. Biz kanalni o'zgartira olarmikanmiz, hozir ko'ramiz. Channel statni bossak bizga chiqarib beradi kanal statistikasini adashmasam. Mana Dalatbek developer blog yo'q, hozircha boshlansin.
turamiz. Qaytadan saqlasak, mana channel stat mana qaysi kanal deyapti. Nokat kanalini ko'rsak, masalan, controller support bot kerak emas bizga. Davlat developerda ham xuddi shunday narsa qilyapti. Demak, bu bot orqali ko'rib bo'lmas ekan. Orqaga qaytamiz. Create post qilamiz. Davlat developer blogga post tayyorlab olamiz. Men bitta post tayyorlab olgandim va uni o'chirib tashlamay, boshqa kanalga tashlash kerak o'zi. Mayli, hozirchalik ko'rsatib turaman. Botga jo'natganmidim deyman. Yo'q. O'chib ketibdimi deyman. Mana bu yerda bor ekan. Solib olamiz. Mana bu yerga Telegram kanalini qo'shamiz. Telegram kanal linkini olamiz. Ctrl K ni bosamiz va linkni olamiz. Endi YouTube kanalini ham linkini olib kelib ulab olamiz. Kanalga men tashlagan edim, adashmasam. Copy link qilamiz. Ctrl K bilan YouTube kanalini olamiz. Endi esa Instagram kanalining linkini olib olamiz. Copy link. Ctrl K. Instagram. Deymiz, mana. Buni o'chirib tashlaymiz. Bu yerdan tayyorni bosamiz. Yo'q, boshqa botga tashladik. Asal. Mana tashlaymiz. Endi media qo'shish, comment qo'shish, wait comments, edit directions, edit rule button va show. Masalan, ko'proq mana biz bu yerdan Euro button tanlasak, masalan, bizga ikkita kerak bo'ladi. Mana button bir degan joyga tekstni nomini yozamiz. Masalan, Telegram kanalimiz deymiz. http qaytadan qilay o'zim. Точка. Ikkinchi buttonga yozamiz. Masalan, ana bu yerga endi YouTube deb qo'yamiz. YouTube kanalimiz. Mana endi buni jo'natamiz. Mana ikkita bizga berdi, Telegram kanalimiz va YouTube kanalimiz. Endi bunga reaksiya qo'shmoqchimiz. Edit directions deb bosamiz. Va mana ikkita reaksiya bor. Bunda ko'rsatgan, mana ikkita reaksiya yonma-yon qilsa, ikkisidan birini tanlaydi. Mana reaksiyalarni tagma-tag qilib nomni yozsa, tagma-tag qiladi va ularning nomini ham chiqaradi. Keyingisi yes yoki no qilish, Telegram, WhatsApp, Viber, Signal.